Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizga 8-loyihamizni tanishtirib o'taman. Bu uyimiz zamonaviy uslubda loyihalashtirilgan. Bino 4 xonali hamda oshxona va uy ichida dush joylashtirilgan. Ko'cha tarafda naves qilingan. Naves tagida yozgi oshxona ham joylashtirilgan. Bu loyihamiz ham eng to'g'ri konstruktiv yechimlar asosida qilindi. Video oxirida ushbu loyihamiz uchun qancha mablag' sarflanishini ham bilib olasiz. Loyihamiz yoqsa, undan foydalaning. Keyingi videolarda qanaqa loyihalar sizga qiziq bo'lsa, bizga bu haqda yozib qoldiring. Qadrli do'stlar, bugungi loyihamiz 25 metrga 25 metr yerga joylashtirilgan hamda shundan uzunligi 15 metr 40 sm hamda eniga 11 metr yerga loyihaviy uyimiz joylashtirilgan. Endi esa barcha razmerlar hamda xonalar tarkibi bilan tanishtirib o'taman. Ko'cha tarafda darvozaxona qismi joylashtirilgan hamda ustki qismi naves qilib yopilgan. Navesimizning chap tarafida yozgi oshxona joylashtirilgan, o'ng tarafda esa hojatxona hamda sklad joylashtirilgan. O'rtada to uygacha naves qilingan. Ushbu zina orqali asosiy binoga kiriladi. Asosiy binoga kirganimizda 6 metr 20 sm ga 4 metr 60 sm li kattagina hol joylashtirilgan. Bu yerda oila davrasida televizor tomosha qilib o'tirish mumkin. O'ng tarafda mehmonxona joylashtirilgan. Mehmonxonamiz razmeri 4 metr 60 sm ga uzunligi 6 metr 20 sm ni tashkil etadi. Qo'yilgan ikkita deraza orqali tabiiy yorug'lik tushib turishi ta'minlangan. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Bu yerda bolalar yotoqxonasiga kirish uchun koridor eni 1 metr 40 sm. Bolalar yotoqxonasining razmeri 4 metr 60 sm ga eniga 3 metr 60 sm ni tashkil etadi. Hamda qo'yilgan ikkita deraza orqali tabiiy yorug'lik tushib turadi. Bu xonamiz esa uyimiz ichidagi umumiy yuvinish xonasi. Uning razmeri 2 metr 20 sm ga 1 metr 40 sm ni tashkil etadi. Qo'yilgan forchka orqali tabiiy yorug'lik tushib turishi ta'minlangan. Keyingi xonamiz ham bolalar yotoqxonasi. Uning razmeri 3 metr 60 sm ga eniga 3 metr 10 sm ni tashkil etadi. Ushbu deraza orqali tabiiy yorug'lik tushib turishi ta'minlangan. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Uning razmeri 4 metr 60 sm hamda eniga 4 metr 10 sm ni tashkil etadi. Bu yerda esa alohida yuvinish xonasi mavjud. Uning razmeri 2 metr ga eniga 1 metr 40 sm ni tashkil etadi. Yuvinish xonasining yonida esa kattalar uchun alohida garderob qoldirilgan. Uning razmeri 1 metr 40 sm ga uzunligi 2,5 metr. Hamda ushbu deraza orqali tabiiy yorug'lik tushib turishi ta'minlangan. Keyingi xonamiz esa oshxona. Oshxona razmeri 4 metr 20 sm ga uzunligi 4 metr 60 sm ni tashkil etadi. Ushbu ikkita qo'yilgan deraza orqali tabiiy yorug'lik ta'minlangan. Har bir xonalar uchun alohida 14 sm ga 14 sm li ventilyatsion shaxta uchun joy qoldirilgan. Uyimizning faqat mana shu qismigina podval qilingan. Podvalga ushbu zina orqali tushiladi. Buni keyingi listda alohida ko'rib chiqamiz. Bu listda yerto'la rejasi keltirilgan hamda razmerlar qo'yilgan. Ushbu zina orqali yerto'laga tushiladi. Bu jadvalda esa har bir xonalar nomi hamda
kvadrat metrlari ko'rsatilgan. Bu listda esa uyimizning asosiy o'lchamlari berilgan. Har bir xona uchun alohida o'lchamlar, devor qalinliklari ham keltirilgan. Eshik, deraza va vitrajlarga pozitsiyalar berilgan. Ushbu pozitsiyalar orqali keyingi listdan eshik, deraza va vitrajlar haqida ma'lumotlarni ko'rib olishimiz mumkin. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 qirqimlari orqali uyimiz balandliklari bilan keyingi listdan tanishib olamiz. 1-1 qirqim orqali sizni uyimiz balandliklari bilan tanishtirib o'taman. Demak, podval balandligi poldan patologgacha 2 metr 20 santimetr. Hamda birinchi qavat balandligi 3 metr 30 santimetr. 60 santimetr sokul bo'ladi. 4 ta zina orqali uyimiz poliga chiqiladi. Derazagacha bo'lgan masofa 90 santimetr. Hamda derazamiz balandligi 1 metr 80 santimetr. Kazirok pastigacha 4 metr 10 santimetr. Hamda tomning eng ustki qismigacha 6 metr 16 santimetrni tashkil etadi. Qolgan atmetkalar bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Bu jadvalda esa tom qay tartibda yopilishi ko'rsatilgan. 3-3, 4-4 qirqimlar orqali ham uyimizning balandliklarini ko'rib olishimiz mumkin. Bu jadvalda esa eshik, derazalar haqida ma'lumotlar keltirilgan hamda ularning soni va balandlik o'lchamlari ham keltirilgan. Umumiy hisobda uyimiz uchun Akfa mahsulotidan deyarli 39 metr kvadrat kerak bo'ladi hamda MDF eshiklardan 18,1 metr kvadrat hamda 16,1 metr kvadratli metal darvoza kerak bo'ladi. Eshik, deraza, vitraj va darvozalar uchun umumiy hisobda smetada 40,2 million so'm xarajat ketadigan bo'ldi. Ushbu listda poydevor o'lchamlari bilan keltirilgan 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 qirqimlar orqali poydevor balandliklarini ham bilib olishimiz mumkin. AV1, AV2, AV3 hamda A1 karkaslar ham keyingi listda alohida keltirilgan. Ko'cha tarafdagi naves qismi uchun FM1 отдельный стоящий qilib fundament qilingan. Buni ham keyingi listdan ko'rib chiqamiz. 1-1 qirqim yerto'la qismi uchun berilgan. Yerto'la qismi uchun fundament podushkasi 80 cm hamda balandligi 40 cm qilib keltirilgan. Qolgan atmetkalar va razmerlar bilan ham tanishib olish mumkin. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 qirqimlar esa mos ravishda fundament balandliklari haqida ma'lumotlar beradi. Umumiy fundamentlar uchun S1, S2 hamda S3 setkalar qo'yiladi. Ushbu setkalar diametri 12 li armaturadan yasaladi hamda buning uchun bizga 745,5 metr yoki 622 kg 12 li A3 armaturadan kerak bo'ladi. Hamda umumiy fundamentimiz uchun 89,6 metr kub beton kerak bo'ladi. AV1, AV2, AV3, AV4 hamda A1 karkaslar ushbu listda keltirilgan. Bu jadvalda esa ularning soni va qanaqa armaturadan ishlash kerakligi ko'rsatilgan. Umumiy hisobda fundament karkaslari uchun 18 li armaturadan 90 metr, 12 li armaturadan 54,8 metr hamda 6 li simdan 109,4 metr kerak bo'ladi. Bu listda esa tashqi tarafdagi naves qismi uchun FM1 отдельный стоящий fundamentning chizmalari hamda razmerlari keltirilgan. FM1 отдельный стоящий fundament uchun ushbu mahsulotlar kerak bo'ladi. Umumiy hisobda fundament ishlariga 80,8 million so'm xarajat hisoblandi. Bu listda uyimiz uchun serdechnik, peremechka hamda monolitniy ramalar joylashuvi keltirilgan hamda serdechniklar uchun razmerlar qo'yib chiqilgan. Keyingi listda alohida serdechnik, peremechka hamda monolitniy ramalarni ko'rib chiqamiz. Bu jadvalda esa ularning soni keltirilgan. Yerto'la qavati uchun mana shu joydan monolitniy balka qilinadi bir dona, chunki buni ustida asosiy devor qilinadi. Endi esa monolitniy serdechnik haqida ma'lumotlarni aytib o'taman. Ushbu chizmada monolitniy serdechnik balandliklari hamda atmetkalari bilan birga ko'rsatilgan. Serdechnik diametri 12 li armaturadan qilinadi. Buning uchun bizga 194 metr 12 li armatura kerak bo'ladi hamda 6 li simdan 218,8 pagona metr kerak bo'ladi va 4,64 metr kub beton kerak bo'ladi.
Yerto'la qismidagi monolitniy balka chizmasi ushbu listda keltirilgan. Balkamiz diametri 20 li armaturadan yasaladi hamda buning uchun 32,4 pagonometr diametri 20 li armatura kerak bo'ladi. Xamut uchun 6 li simdan 39 metr kerak bo'ladi hamda 0,86 metr kub beton kerak bo'ladi. Bu listda esa uyimiz uchun ketadigan perimechkalar chizmalari keltirilgan, razmerlari hamda atmetkalari qo'yilgan. Ushbu jadvalda ularning soni hamda qanaqa armaturadan yasalish tartibi ko'rsatilgan. Buning uchun bizga diametri 12 li armaturadan 131 metr, 6 li simdan 168,2 metr, 3,5 metr kub beton kerak bo'ladi. Keyingi 5 ta listda esa naves qismidagi monolitniy ramalar chizmalari hamda ketadigan materiallar jadvali keltirilgan. Umumiy hisobda serdechnik, perimechka, balka hamda monolitniy ramalar uchun smeta bo'yicha 45 million so'm xarajat ketadigan bo'ldi. Bu listda esa asosiy bino uchun 330 atmetkada aviazitniy poyezd chizmalari keltirilgan. Bir qirqim orqali uning balandliklari hamda razmerlari bilan tanishib olishimiz mumkin. Ushbu poyezd uchun bizga 12 li armaturadan 359,2 metr hamda 6 li simdan 463,2 metr va 10,8 metr kub beton kerak bo'ladi. Ushbu ish turi bo'yicha smetadagi narxi 13,2 million so'mni tashkil etdi. Keyingi ikkita listda uyimizning razvertkalari har bir o'q bo'yicha o'qlar orasida alohida keltirilgan. Masalan, ushbu listda V o'q bo'yicha 2 hamda 5 o'qlar orasidagi razvertka chizmalari, G, Y, D o'qlar orasidagi razvertka chizmalari ham keltirilgan. Keyingi listda esa 2, 4, 5 hamda 3 o'qlar bo'yicha ham alohida razvertkalar keltirilgan. OP2 ya'ni parapet ustidagi sezmapoyaz chizmasi ham ushbu listda keltirilgan. Parapet ustida 15 sm qalinlikda poyaz qilinadi. Ushbu poyaz uchun diametri 12 li armaturadan 232,8 metr, 6 li simdan 172 metr hamda 6,98 metr kub beton kerak bo'ladi. Bu jadvalda esa uyimiz uchun ketadigan g'ishtlarning metr kubi hamda donasi keltirilgan. Demak, asosiy uyimiz uchun 81,4 metr kub yoki 32,600 dona standart g'ishtdan kerak bo'ladi. Naves uchun 37,6 metr kub yoki 15,000 dona. Asosiy uy parapeti uchun 13,8 metr kub yoki 5500 dona hamda naves parapeti uchun 16,6 metr kub yoki 6600 dona hamda perigorodka uchun 1360 dona standart pishgan g'ishtdan kerak bo'ladi. G'isht terish ishlari hamda parapet ustidagi sezmapoyaz uchun umumiy hisobda 96,4 million so'm xarajat ketadigan bo'ldi. Bu listda yerto'la qismi uchun orayopma chizmasi keltirilgan. Buning uchun bizga diametri 20 santimetrli hamda uzunligi 5,1 metrli yog'ochdan 12 dona kerak bo'ladi. Bu listda esa asosiy bino usti hamda naves qismining usti yopilish chizmalari ko'rsatilgan va razmerlar berilgan. Buning uchun bizga diametri 200 mm hamda uzunligi 6 metrli bo'lgan yog'ochdan 28 dona hamda diametri 200 mm hamda uzunligi 5100 mm bo'lgan yog'ochdan 47 dona va qolgan jadvaldagi ishlar qilinadi. Uyimiz ustini yog'och yopish ishlari uchun umumiy hisobda smetada 49,3 million so'm xarajat hisoblandi. Bu listda uyimiz uchun strapela yopilish chizmalari ko'rsatilgan hamda ushbu strapelalarga razmerlar qo'yilgan. Bu listda esa 1, 2, 2, 3, 3 qirqimlar orqali strapela hamda stoykalarning balandliklarini bilib olishimiz mumkin. Bu jadvalda esa ularga ketadigan materiallar keltirilgan. Bu listda tom yopilish chizmalari alohida ko'rsatilgan. Ushbu uyimiz uchun umumiy hisobda 468,5 metr kvadrat profnastil kerak bo'ladi hamda jadvaldagi qolgan materiallar kerak bo'ladi. Umumiy hisobda strapela va tom uchun smetada 94,6 million so'm hisoblandi.
Endi esa uyimizning pollari haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun bizga umumiy hisobda 257,6 metr kvadrat bruschatka kerak bo'ladi. 128,2 metr kvadrat laminat hamda 9 metr kvadrat kafel kerak bo'ladi. 50,5 metr kvadrat beton esa podval qismi uchun qilinadi. Ushbu uyimizning pollari uchun umumiy hisobda 51 million so'm xarajat hisoblandi. Keyingi ikkita listda ishchi fasad chizmalari keltirilgan hamda atmetkalar qo'yilgan. Sokil qismi keramogranit qilingan, pilastrlar va devor qismi shtukaturka qilinib, отделкасы travertin qilingan. Uyimizning kazirok qismi esa tunikabondan qilingan. Buning uchun bizga sokil qismi uchun 74,7 metr kvadrat keramogranit kerak bo'ladi. 418 metr kvadrat joy esa shtukaturka hamda travertin qilinadi. Uyimizning kazirok qismi hamda naves tagi va qolgan joylari uchun 291,6 metr kvadrat tunikabon kerak bo'ladi. Umumiy hisobda fasad ishlari uchun 80,2 million so'm xarajat hisoblandi. Endi esa uyimizning ichki pardozlash ishlari haqida ma'lumotlarni aytib o'taman. Patolog qismi gipsokarton qilinadi. Buning uchun 134,1 metr kvadrat joy gipsokarton qilinadi. Uyimiz devorlari shtukaturka hamda ustidan shpakulovka qilinib, uning ustidan dekorativniy aboy qilinadi. Buning uchun bizga 282,3 metr kvadrat aboy kerak bo'ladi. Umumiy hisobda ichki pardozlash ishlariga smetada 70,9 million so'm xarajat hisoblandi. Qadrli do'stlar, mana bugungi loyihamizni ham tanishtirib o'tdim. Shu uyimiz uchun umumiy hisobda smeta bo'yicha 621,6 million so'm xarajat ketadigan bo'ldi. Eslatib o'taman, bu loyiha materiallarning o'rtacha narxlaridan kelib chiqqan holda smeta qilingan. Isitish tizimi, elektrika va suv kiritish, shunga o'xshash qo'shimcha xarajatlar bunga kiritilmagan. Loyiha faqat meni shaxsiy fikrlarim va jamoamiz mehnati orqali tayyorlandi. Endi esa uyning loyihaviy ko'rinishini tomosha qiling. Bu loyihamiz haqida ham fikrlaringizni qoldiring.